Assalomu alaykum kuzatuvchilar hamda Mebel kanalimiz doimiy kuzatuvchilari, sizlar bilan har doimgidek kamina boshlovchingiz Maqsudbek Mamatganov. Do'stlar, xalq xizmatidamiz. Bugun ham sizlarga juda ko'pchilik so'rayotgan, ko'pchilik bizdan iltimos qilayotgan yakkali spanlilarni optim ishlab chiqarish joyiga kelganmiz. Endi hozir Andijonda yangi ochilgan Mebel markazidamiz. Ustani o'zi ishlab chiqaradi. Birinchi qo'l optim narxda, juda ham arzon narxda chiqarib beradi. Xudo xolasa qilingan ishlari sifati do'stlar, bilasizlar biz Mebel kanalini obunachilarimizga har doim sifatli bo'lgan, juda ham chiroyli bo'lgan mebellar tavsiya qilamiz. Bugun ham xudo xolasa sizlarga do'stlar eng trenddagi juda ko'p sotilayotgan Panda model spanni garnituralarimizni obzorini qilib beramiz. Xudo xolasa ustani o'zi bilan birgalikda narxlar haqida tanishtirib o'tamiz. Do'stlar, narxlari xudo xolasa arzon narxda bo'ladi. O'zbekiston bo'ylab yetkazib beriladi va qanday pul, qayerlargacha bepul, qayerlargacha pulli bo'ladi. Ustani o'zi bilan birgalikda ma'lumotlarni berib o'tamiz. Agar sizlar tayyor bo'lsanglar, biz ham tayyormiz. Bugungi video obzorimizni boshladik. Usta Shavkat aka. Assalomu alaykum. Aka, ishlaringiz yaxshimi? Sizmisiz? Alhamdulillah. Shavkat aka, xudo xolasa hozirgi vujud turgan joyimiz yangi ochilgan Andijon Mebel markazida. Shu joyga kelib ko'rmoqchi bo'lganlar shu joydan olsa bo'ladi. Sext adresi qayerdagi? Seximiz Psixbanisada. Andijon shahar Psixbanisada shahar Psixbanisada. Gap yo'q. Xo'p, dastlabkilar qanday bo'ladi aka? Dastlabkamiz shahar ichida dastavka qilib beramiz bepul. Boshqa viloyatlarga nima qilib beramiz? Yo'l kirasi kelishilgan holda bo'ladi. Chiqarib beramiz. Gap yo'q. Aka, birinchi maloshni komplektlarimizdan boshlayveramizmi? Razmerlari, xom ashyolari. Bunimiz taylarda manaqa sondiq bo'lgan. Machalkalari butun 8lik qilingan. Mexanizmlari ham 3 tadan qo'yilgan, laminat mana. Display laminat. Display laminat, sifati yaxshi xudo xolasa, rossiyskiy. Hozir aka bunga machalkalari ular qo'yilmagan, butun qo'yilgan. Butun qo'yilgan 8lik. Razmerlar nechiga? Razmerlari endi 90 bo'ladi, uzunasi 240 ga joylashadi. Foydalanadigan joyi 220 bo'ladi. Materiallari moshi, nachosli yaxshi materiallarda bo'lgan. Bemalol hali kirosi ham yuvib foydalansa bemalol yuviladi. U tomonlardan hech qanaqa rasvetkalarimiz bor har xil. Ochiqroq svet deganga bu svetimiz bor. Anaqa kirchimoqroq desa bu svetimiz bor. 4 xil svetimiz bor. Karishniklarimiz ham bor. Hozir joyimiz unaqa katta emasligi uchun ko'p qo'ya olmayapmiz. Keyin mana hozir buni aka, hozir birov narxini aytib ketamiz. Uni xohlagan rangida chiqarib berish imkoni bor. Misol uchun kimdir qora deyishi mumkin, kimdir oq deyishi mumkin. To'g'ri. Bular narxi nech pul chiqadi endi aka? Bularimizni jupiga 3 million so'm narx aytib, optimga ishxonadan 2,5 million so'm chiqaryapmiz. 2,5 million so'mdan chiqarib beryapsiz. Juftiga donasiga 1 million 250 ming so'mdan chiqadi. 1 million 250 ming. Xullas 2,5 million so'mga shahar ichida dastlabkamiz bepul. Shahar ichida qilib beramiz. Boshqa viloyatlarga pulli bo'lib qoladi, kelishiladi. Xudo xolasa. Xo'p, xohlagan rangida chiqarib berish imkoni bor. Beramiz. Narx o'zgarsa, pulda ranjsa bo'lmaydi. Rang o'zgarsa, narx yo'q. Lekin do'stlar, tavsiya qilamiz. Keyin manaqa high-tech fasonimiz ham bor. Hozir jichib yurmasdan qila olmadik bozorga. Bu ham sonli ekan. Bu ham manaqa o'shitay mexanizm, taylar temir qilib ishlangan. Mexanizmlari ham yaxshi. Keyin matraslari ham yaxshi matras. Ikki tomondan foydalana oladi matrasni. Ikki tomondan matras. Pampers, high-tech fason. Rossiyskiy laminat, заводской kromka PVH. Bu ham 100% PVH apparat hosil. 100% PVH. Xizmati yaxshi. Fasonimiz high-tech, unaqa majmua narsa emas, skromniy ishlangan. Chiroyli chiqdi, lekin bu yangilik bo'libdi aka. Taylari sonli bo'lib. Bunimiz nech pul chiqadi endi? Bularimiz juftiga 3 million 700 ming so'm qilib beryapmiz optimga. 3 million 700. Bozorda 3 million 900 ham sotdik. Shu optim narxi 3 million 700 ming so'm qilib beryapmiz. 3 million 700 mingdan chiqarib beraveramiz. Nasosli bo'lsa, agar shu fason yoqyapti, bez nasos bo'lsa qanaqa bo'ladi? Bez nasos bo'lib, tagini dispol qilib qo'ysak, hozir 300 ming so'm ranjsi bo'ladi. 300 ming ranjsi bo'ladi. Arzonlashadi. U yangilik fason ekan-a bu. Menimcha hozir bozorda bundan bitta bo'lsa kerak. Yangilik. Hozir nech pul dedik? Jufti 3 million 700 ming so'm. 3 million 700 ming so'm aka. Buni ham xohlagan rangida chiqarib beramiz. Buni ham 3 xil sveti bor, seriy sveti bor, cappuccino deb yangilik svetimiz bor. Chiroyli svet. 3 xil svetimizdan bor bu ham. Endi hozir aka bu fasonlarni ham mobodosiga, machalkani o'rniga matrasli qilish imkoni bormi yo'q? Matrasli qilsak bo'ladi, imkoni bor. Endi hali qiziqqanlar so'rab qolishi mumkin. Endi ransasini hisoblab aytib beraverasiz.
Plus minusini nima Plus qilib minusi. hisoblab aytdim. Mana hozir do'stlar mana shu komplektlarimizni 2,5 million so'mdan shahar ichiga dastlabkasi bepul, boshqa viloyatlarga kelishiladi. Xudo xolasa butun O'zbekiston bo'ylab imkoni bor, telefon qilaverasizlar. Aka, bizni Qirg'iziston, Tojikistondan ham ko'rishib qoladi. Ularga qanday qilib bo'ladi? Ularga aka bizga zaklad tashlaydi. Mashinadan, kargodan chiqarib, Aha. chiqarganimizdan keyin pul chiqaraveradi. Demak, imkoni bor. Imkoni bor. Qirg'iziston, Tojikistonga ham chiqarib berish imkoni bor, Imkoni faqat bor. через kargo. Albatta. Endi sizga telefon qilish bo'lsa, misol yana boshqacha ranglarini, katalogini ochib berishingiz mumkin. Svetda qilib Xudo xolasa chiroyli narxlarda chiqarib beriladi, gap yo'q. Xo'p, usta, sizga ham ishlariga omad. bo'ladi. Alloh rozi bo'lsin. Keyingi video obzorlarimizda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.